47-savol. 9-bob. Azon va iqomat. Assalomu alaykum, shayx hazratlari. Azon chaqiradigan odam uni aytganda xato aytadi. Azon chaqiradigan boshqa odam bo'lmasa, shu holatda magnit tasmasiga yozilgan azonni bomdod namoziga qo'ysa bo'ladimi? Shuning hukmi qanday? Javobingiz uchun avvaldan tashakkur. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Javob. Bismillahirrohmanirrohim. Bu masala Islom olami robitasi tashkiloti huzuridagi Islom fiqhi akademiyasida ko'rilgan va atroflicha o'rganib chiqilganidan keyin quyidagi qaror qabul qilingan. Har bir masjidda, har bir namozda alohida azon aytishning sunnat va odoblari bor. Magnit tasmasi orqali azon qo'yilganda esa sunnat va odoblar amalga oshmay qoladi. Shu bilan birga niyat ham yo'q bo'ladi. Magnit tasmasi orqali azon qo'yilganda dinni o'yin qilish yuzaga keladi. Musulmonlarning ibodatlari hamda shiorlariga bid'at va xurofat kiritilgan bo'ladi. Bora azon aytish yo'qolib, magnit tasmasi orqali azon qo'yish odatga aylanadi. Shuning uchun magnit tasmasi orqali azon qo'yish mutlaqo joiz emas. Musulmon davlatlarda radio va televizorlarda azon qo'yilib turgan paytda har bir masjidda albatta tirik ovoz bilan azon aytish davom etayotgani ham shundan. Bir masjid qavmidan muazzinlik qiladigan odam topilishi qiyin emas. Har qanday odam biror soat harakat qilsa azon aytishni o'rganib olishi qiyin emas. Vallohu a'lam.